Let's start. Will it come back on its own? No way. Oh my god, is this really meant? Give it a gentle toss. It spins and glides through the air, curves around, and flies straight back right into your hand. Grab it now while it's on sale with free shipping. Bo'lishi mumkinmi? Zakalat. Zakas. Hozir keladi, arzon qilamiz. U keldi, to'xtatib yozib kiraman. What? What? O'zing mana yaqinlab ko'rsatamiz. Keldi, endi ochamiz. Hali ketdik. Wow. Yondi. Uy, ketdi. Ey, to'xta. Wow, dahshat. Pul tezamiz, qani? 1, 2, 3. Bu bilan anashini. Yaqinlar, buni tashqariga olib chiqib sinamasak bo'lmaydi. Ketdik. Hop, mana yaqinlar boshlaymiz. Yaqamiz. Hop. Pul tezamiz. Qani? Ro'xsanab otsa, qaytib keladimikan? Ko'ramiz. 1, 2, 3. Yana bitta. Qani hech yaqin masofadan kelarmikan? Ko'ramiz. Yaxshi. Xullas yaqinlar, bu yana bitta fake mahsulot. Bu narsa mana o'zi zaryadi ham tugadi. Jiddiy o'ynaydigan holatda o'ynagan bo'lsak, yana bitta fake mahsulot. Bu kichkina bolalarga o'ynasa bo'lar ekan, lekin buni otsangiz bu qaytib kelishi menimcha u dronlarda bo'lsa kerak unaqa funksiya. Afsuski bunda unaqa narsa yo'q. Xullas onlayn savdoda yeb qolmaslik uchun meni bloglarimni kuzatib boring, meni kontentlarimga layklar bosib, podpiska qilib turing. Allohga omonat.